Mana kızlar, bu primoy kuylarına en olsun usulünü öğreteceğim. Ana şu andozadan kinşi sklinkani yapsaydı böyle kastımını biçsaydı böyle en olsun usulünü öğreteceğim. Bu biçiş fakat razmeri küçük o kutraya küçükler kızlar böyle de koymana endi boya geçen kızlar böyle de. Ana şu razmerlerde olsun biçiyorlar öğreteceğim. Birinci bölüm. Hoş, güzel. Mana razmerlarimiz anıq, orta kenglik 38, man şuna yodlab oqama, şuna yozama, ölçab oqama pletlarimni. Orta kenglik 38, belgacha 40, yubka uzunluğu 50, ko'krak aylana 90, bel aylana 70, bo'ksa 100. Old kenglik 36, ko'krakgacha 26, belgacha 40, ko'krak oralig 18, yeng uzunluğu 20, qo'l aylanasi 32. Ana endi biza birinchi bo'lib materialni bukladik. Bukladik mana bu ochiq tarafi. Ochiq tarafidan orqani olamiz, yopiq tarafidan oldini olamiz. Xo'sh, ana endi biza birinchi bo'lib buklab oldik. Qatti bo'lsa, guli bo'lsa yuqoriga qaragan, bu yoq etak bo'libdi. Ana endi 50 ni qo'yib olishimiz kerak. Biza birinchi bo'lib 50 ni qo'yib olishimiz kerak yubka uzunligi. Mana. Mana biza bu yerdan bu hozir plakat yetmaydi bizaga 44 chiqibdi. Ana shuni 50 deb hisoblaymiz. Mana 50 yubka uzunligini hisoblaymiz endi qaranglar. Mana 50 yubka uzunligini qo'yib olamiz birinchi. Mana 50 ni belgiladik. Mana endi chizib olamiz mana bu metr bilan. Çizib oldik bizaga faqat bu belimiz aniq bo'lishi uchun bu chiziq kesilmaydi. Xo'sh, ana endi bizaga kerak orqa belgacha, mana orqa belgachani men kartonga bo'lib oldim. 40 ta ekan, belgacha 40 ni mana bu yoqdan qo'yib olgandim. Bu yoq yubka uzunligi bo'libdi. 40 ni qo'ydik, mana 40 ni qo'yib oldik. Xo'sh, ana endi uyindini 7 cm qilamiz. Mana bu yerdan 1 cm tikshaq tashab chiqishimiz kerak. Mana bu yerdan 1 cm tikshaq tashab chiqamiz. Chunki bizaga bu ochiq-ku, orqaga tikshaq tikish bo'lish kerak. Ana shu 1 cm ni yoqqa qoldiramiz, bu yoqqa ham o'zan chizamiz. Ana endi mana 1 cm ni qoldirdik, bu yerdan 7 cm bo'ylaydi mana. Bunaqasiga esa 3 cm tushiramiz mana. 3 cm tushirib avval shaklga chizamiz. Xo'sh, ana endi bizga kerak ekan orqa kengligi 38 ekan, 38 ni yarmisi 2 ga bo'laymiz. Yarmisi 19 bo'ladi. Mana belgiladik. Shu yerdan 3 cm pastga tushirdik ana. Pastga tushirib yelkadan chizib olamiz. Mana chizib oldik. Xo'sh, ana endi bizga bu razmerimizga 90 razmerimizga 19 ta qo'ltiqdagi tushiramiz mana. 19 ta qo'ltiqdagi tushirdik. Xo'sh, ana endi ko'krak aylanamiz 90 ekan. 90 ni 4 ga bo'laymiz. Yarmisi 45. 45 ni yarmisi 20. 22 yarim bo'ladimi? 22 yarim bo'lsa 23 qilib bo'lamiz mana. 23 ni belgilaymiz. Mana 1 cm yoqqa qoladi. Mana 23 ni belgiladik. Mana shu 19 ta tushirgan joyimizda mana 23 ni belgiladik. Mana. Ana endi mana bu yelkani orqa kengligini yarmisi 19 edi. O'sha 19 ni ham belgiladik. Ana endi shuni to'g'ri tushirib olamiz. Mana. To'g'ri tushirib olamiz. Mana to'g'ri tushirib oldik. Ana bu. Keyin mana bu joydan ham 5 cm yuqoriga ko'taramiz. Mana 5 cm yuqoriga ko'tardik. Avval shaklga tutashtiramiz. Ana qo'ltiqdagini. Ana endi hozir mana bu burchagidan, mana qaranglar, burchagidan 2 cm bunaqasiga chiqibdi ana bu yer. Xo'sh, ana endi biza belga keldik. Belni ham 70 ekan, bel aylanasi 4 ga bo'laymiz. 35 bo'lsa yarmisi, yana 35 ni yarmisi
top bo'libdi-ku, yarim chiqibdi. Agar 35 bo'lsa, 36 bo'lsa 18 bo'ladi. 18 ga 3 ni qo'shamiz. 3 nima uchun qo'shiladi? Bitishga haqqa, bitishga qilishimiz uchun. 18 bo'lsa agar bitishgani qo'shsak 21 bo'ladi. Ana 21 ni belgiladik. Ana endi mana shuni razmer bilan tutashtiramiz. Mana tutashtirdik. Xo'sh, ana endi bo'ksam topishimiz uchun biza 18 ta tushiramiz doimiy son. 18 ta mana tushirdik. Bo'ksam 4 ga bo'lib qo'yamiz. 100 ekan bo'ksa aylanasi 25 ni qo'yamiz. Ana bu bo'ksa bo'ldi. Ana endi bo'ksamizni mana chizib olamiz. Xo'sh. Mana bo'ksamiz bu yog'i primoy bo'lsa agar to'g'ri ketadi bu tomon. Xo'sh, ana bizaga orqa tayyor bo'ldi. Ana endi vitishkan chizishimiz uchun 18 ekan ko'krak oralig'i. 18 ni yarmisi 9 bo'ladi. Mana 9 ni belgiladik. Ana endi 1,5 bu tomonga belgilaymiz, 1,5 bu tomonga belgilaymiz. 9 dan 1,5 bu yoqqa, 1,5 bu yoqqa. Xo'sh, ana endi beldan 15 sm pastga belgilaymiz, 15 sm yuqoriga. Mana 15 bo'ldi. Ana bunaqasini ham berinde chiqgan desak belni 19 bo'ldi-ku. 18 edi, yarmisi 9. 9 ni qo'yib olamiz. Vitishkamiz bir xil chiqishi uchun. Xo'sh, mana. Ana endi mana shunga tutashtiramiz. Mana shunga tutashtiramiz vitishkalarimizni. Tikkan vaqtimizga ana shu chizgan chizig'imizni ustidan tikishimiz kerak. Keyin belni uchburchak qilib qo'ymanglar. Aylana qilib tikasizlar vitishkan tikkan vaqtda. Ana nimani chizilgan chiziq ustidan tikilish kerak. Ana arqamiz tayyor bo'ldi. Ana endi oldini chizamiz. Mana oldimiz ham tayyor. Orqa belgacha 40 ta edi, oldi ham 40 ta edi. Mana qo'yib oldik. Mana plakatga o'zi 40 ta bu yoqqa tashlagan edim. Ana. Xo'sh, 7 ta bo'ynini qo'yamiz. Mana 7 ta bo'ynini qo'ydik. Orqa kenglik 19 edi, yarmisini qo'yib oldik. 19 ni qo'yib olamiz. Mana 19 ni qo'yib oldik. 3,5 sm tushiramiz oldini. Orqa 3 edi, oldini esa 3,5 ta tushiramiz. Mana tushirdik. Xo'sh, qo'ltiqtagini 19 tushirgan edik. Buni ham 19 tushiramiz. Mana 19 tushirdik. Ko'krak aylanasini 23 edi. 23 ni qo'yib olamiz. 23 ni qo'ydik. Ana bu razmeri. Xo'sh, ana endi bu pastini ham 19 qilib belgilaymiz. Mana belgiladik. To'g'ri qilib tushirib olamiz. Yerdan mana to'g'ri qilib tushirdik. Bu yog'i mana bo'ldi. Ana endi teng o'rtani topamiz. 19 bo'lsa 9,5. Mana 9,5 topdik. 1 sm ichkari kiramiz mana. Ana shu teng o'rtani topib 1 sm ichkari kirib, ana shuni aylantirib mana bunga yetishimiz kerak mana. Ana buni lineykadan foydalansangiz ham bo'ladi. Agar lineyka yo'q bo'lsa, qo'l bilan chizsangiz ham bo'ladi. Hozir bu lineyka Müller asos andozasiga mo'ljallangan bu andoza. Bu lineyka. Mana bunga ham to'g'ri keldi. Mana chizig'ini qaranglar. Ana chiroyli qilib chizib berdi. Qaranglar. Mana chiroyli qilib chiqarib berdi. Ana shuna bo'lib doim 1 sm ana shu yerga kirish kerak oldi. Arkasi emas, faqat oldi. Xo'sh, ana endi belini topishimiz uchun belimiz 21 ekan, beri ham o'sha 21 ni qo'yib olamiz. 3 sm bitishgani qo'yishgan holda. Bo'ksam topishimiz uchun 18 ta tushirdik. Bo'ksamiz
Hozir bo'ksamiz 25 ekan, 4 ga bo'lgan vaqtimizda buni ham 25 ni qo'yib olamiz. Mana bo'ksamizni ham chizib olamiz. Mana bu yo'li. Mana bu yerdan bo'ksa bo'lsalar. Zaga bu yog'i to'g'ri tushadi. Primoy kuylakka. Ana endi biz bichkani chizishimiz kerak. Bichkani chizishimiz uchun ko'krak oralig'i 18 edi, yarmisini belgilaymiz 9. Mana 9 ni belgiladik. Ana endi 1,5 bu tomonga, 1,5 bu tomonga mana belgiladik xuddi orqasida. Ana endi pastga qaratib 15 da tushiramiz. Bu kichkina razmerku, qo'rin yo'q bunga, o'sha uchun. Qo'rinli kishilarga esa 12-11 tushiradi. Xo'sh, bunaqasini ham 9 qilib tushirib olamiz. Mana belgiladik. Xo'sh, ana endi bu yuqorisini chiqarishimiz uchun biza ko'krak uchigacha o'lchashimiz kerak. Mana ko'krak uchigacha 26 ekan. Ana 26 ni belgiladik. Ko'krak uchigacha, yelkadan ko'krak uchigacha. Shuni ham 9 qilib belgilaymiz bu yerdan. Ana shu. Ana endi bichkani 2 cm pastdan tugatishimiz kerak. Ana ko'krak uchi ana bera bo'lsa 2 cm pastdan tugatamiz bichkani. Ana ana endi oldini chizishimiz uchun mana pastga qaratib 14, 13, 15 ana shunday qilib tushiramiz. Bunaqasini ham 7 qo'yamiz. Mana shu bu yoqqa o'tib ketmaslik kerak. Ana shuni aylantirib, chiroyli qilib chizib olamiz. Mana bu yergacha. Mana bizga eng oson bichish usuli. Ana shuni chizgandan keyin bichayotgan vaqtda tikshaq tashab bichamiz. Cho'ziluvchi material bo'lsa 1 cm, cho'zilmaydigan material bo'lsa 2 cm dan tikshaq tashab bichib olamiz. Keyin tikkan vaqtda mana shu bichishkalar chiroyli chiqishi kerak. Mana bu bo'ksa, mana bu chiziq qirqilmaydi. Bu prosta belni to'qish uchun bizga kerak. Keyin belni metka qilamiz. Belni metkasi metkaga, bo'ksaniki bo'ksaga to'g'ri kelishi kerak. Bichgan vaqtimiz metka qilamiz bo'ksani ham, belni ham. Keyin mana bu bachok bilan bachok ham to'g'ri kelishi kerak. Mana shu 16 bo'lsa, bu ham 16 bo'lishi kerak. Xuddi ana shunday qilib bichiladi. Eng oson ko'ylak bichish usuli ana shu.